Tushda protez, ya'ni sun'iy tish ko'rish. Tushda protez tish ko'rish bu odatda yana tiklanish, qo'llab-quvvatlash va hayotiy qobiliyatlarni saqlash bilan bog'lanadi. Agar tushda siz protez tish kiygan bo'lsangiz, bu o'zingizning imkoniyatlaringizni yangilash va qo'llab-quvvatlash orqali muammolarni yechishni bildiradi. Agar protez tish tushib ketsa yoki buzilsa, bu hayotiy muammolar yoki ishonchsizlikka duch kelishingiz mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, protez tish tarbiya, ko'mak va muhabbat orqali hayotiy balansni saqlash ramzi ham bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.